Agar chet elga chiqqan bo'lsangiz va juda qattiq stressda bo'lsangiz, bilingki bu oddiy holat. Chunki siz o'zingizni komfortniy zonangizdan boshqa davlatga ketyapsiz. Boshqa shahar ham emas, boshqa davlatga ketyapsiz. Masalan, siz o'zingizni uyingizda yashab turib, biror kishini uyiga, mehmonga 2 kunga borsangiz, o'zingizni g'alati his qilib qolasiz. O'zingizni diskomfort his qilasiz. Bu yerda siz uje chet elga ketyapsiz. Chet elga yashashgami, o'qishgami, ishlashgami farqi yo'q. Koreyada yashaganimda ko'p o'zbek o'rtoqlarim aytardi, endi kelib turib qiynalyapman, stress, Koreya yoqmadi, ovqat yoqmadi, havosi yoqmadi deb rosa 6 oy, 7 oy, 1 yilgacha ham borku, yoqmagan ularga. Lekin bu oddiy hol, chunki siz adaptatsiya qilyapsiz. Bu boshqa havo, boshqa millat, boshqacha ovqatlar, umuman hamma narsa boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ham siz komfortniy zonadan chiqyapsiz va siz shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Kanadaga student bo'lib kelganlarim rosa ham ko'p, hammasi stress oladi. Keladi, Kanada men o'ylaganday emas ekan, Kanadada pul topish qiyin ekan, Kanadada o'qish qiyin ekan, u qiyin ekan, bu qiyin ekan, stress oladi. 6 oy, 7 oy, 1 yil nima qilishni bilmaydi. Bu oddiy hol, siz o'rnashishingiz kerak. O'zingizni joyingizni topguningizcha, o'sha davlatga adaptatsiya qilguningizcha siz shu narsaga chidab turishingiz kerak. O'sha 1 yil o'tmasdan o'sha o'rganib ketasiz, keyin o'sha O'zbekistonga borsangiz qaytib ketgingiz keladi. Так что boshqa davlatga borganingizda, mana shu davlat yomon ekan deb o'ylamang. Просто adaptatsiya qilishga o'zingizga vaqt bering. 6 oydan 1 yilgacha vaqt berishingiz kerak. Agar siz chet elga chiqqan bo'lsangiz, qancha vaqtda adaptatsiya qilib ketgansiz, kommentariyada yozing.